Samarqand viloyatining Toyloq tumanida ota va uning ikki o'g'li yuk mashinalariga benzin sepib, ularni yoqib yubordi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 28-noyabr kuni Toyloq tumani Beklar mahallasi hududida yashovchi 40 yoshli fuqaro qo'shni mahallada istiqomat qiluvchi o'ziga oldindan tanish bo'lgan 35 yoshli va 34 yoshli shaxslar bilan o'rtalarida yuzaga kelgan o'zaro kelishmovchilik tufayli janjallashgan. Mazkur janjaldan so'ng soat 21:50 larda 40 yoshli fuqaro o'zining 20 va 18 yoshli farzandlari bilan 35 va 34 yoshli fuqarolar boshqaruvida bo'lgan yuk avtomashinalariga benzin sepib yoqib yuborgan. Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, yong'in zudlik bilan bartaraf etilib, boshqa transport vositalari va ulardagi yuklarga zarar yetkazilishining oldi olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yong'in videosida gumonlanuvchining o'g'li Damas'dan tushib, dastlab ikkita Kamaz'ni, so'ngra yana bitta Furani yoqib yuborgani aks etgan. Yigitlardan biri benzin sepgan, ikkinchisi esa o't qo'ygan. Mazkur holat yuzasidan 29-noyabr kuni Toyloq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Gazdan yopish kerak gazini. Metallarni yopish kerak-da, qarang. Yonma-yon. Yo, gazga o'tmagan kabelotlar uy bor yonida, uy. Yo'ldosh aka. Yo'q.